Biz tur. Dunyo sizni kutmoqda. Men ismim Ibrohim. Men bugun sizlarni Toshkentning eng zo'r lokatsiyalari bilan tanishtirib o'taman. Mening ismim Mohigul. Men go'zal yurtimizni, go'zal tarixi haqida ma'lumot beraman. Mening ismim Farzona. Men jannat makon yurtimizni milliy urf-odatlari bilan tanishtirib o'taman. Men esa Aziza. Men bilan eng mazali milliy taomlarni tatib ko'rishingiz mumkin. Qani ketdik. Toshkent shahar markazi Amir Temur xiyoboni ro'parasida tarixiy O'zbekiston mehmonxonasi joylashgan. Bizning birinchi lokatsiyamiz Amir Temur xiyoboni hisoblanadi. Bu yerda juda chiroyli manzaralarni ko'rishingiz mumkin. Lokatsiyamiz Shahidlar maydoni. Shahidlar maydoni yurtimizning ozodligi, mustaqilligi yo'lida halok bo'lganlarning xotirasiga bag'ishlangan yodgorlik majmuasi. Shahidlar maydoni 2000-yilda barpo etilgan. Bu maydon O'zbekistonimizning milliy ozodligi, mustaqilligi uchun kurashganlar xotirasiga bag'ishlangan. Hozir biz o'sha mashhur minor, ya'ni Oq masjidning yoniga keldik. Bu masjid 2015-yil qurib bitkazilgan hamda Toshkentdagi barcha masjidlardan ajralib turadi. Toshkentda eng yirik zilzila 1966-yil 26-aprel kuni sodir bo'lgan. Aynan shu zilzila vaqtida juda ham ko'plab uylar vayronaga aylangan. Shu sababdan aynan shu yerga Jasorat monumentini o'rnatishgan. Hozir biz Anhor lokomotiv bog'i hududida joylashgan Navro'z bog'iga tashrif buyurdik. Bu yerda siz ikki xil turda dam olsangiz bo'ladi. Birinchisi ko'ngilochar, ikkinchisi esa bizning milliy madaniyatimizdan zavq olishingiz mumkin. Hozirda biz Navro'z bog'ini milliy liboslar qatoridamiz. Siz bu yerga kelib bemalol milliy liboslarni ko'rib, xarid qilib olsangiz bo'ladi. Bu yerda mashhur dizaynerlarni, showroomlarini ham ko'rib uchratishingiz mumkin va ko'rib turganingizdek, bu yerda juda ham chiroyli ishlangan liboslar ham bor. Kulolchilik O'zbekistonning ko'plab hududlarida qadimgi zamonlardan beri rivojlanib kelmoqda. Dastlab bu amaliy san'at sifatida rivojlangan, lekin hozirgi kunga kelib zamonaviy dizaynning eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. O'zbekistonning turistik joylarida, xususan Buxoroda, Samarqandda siz kulolchilikning rang-barang, san'atkorona ishlanmalaridan bahramand bo'lishingiz mumkin. Bu san'at turiga qiziquvchilar albatta Samarqand yoki Buxoroga borishligi shart emas. Toshkentning o'zida ham eng chiroyli master-klasslarni uyushtirib beramiz. Bizning keyingi manzilimiz Chorsu bozori. Bu Toshkentning eng katta qadimiy bozorlaridan biri hisoblanadi. Bu yerda sharqona muhit va har xil milliy taomlar va milliy kiyimlarni ko'rishingiz va xarid qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Orqamda turgan Chorsu gumbaz bozori. Bu yerga nima uchun turistlar tashrif buyurishadi? Hozir ichkariga kirib, sizlar uchun ko'rsatib beraman. Ketdik. Bozor ichki hududiga kirganimizdan keyin bizni turli xil mahsulotlarni uchratishimiz mumkin. Hamda bu turistlarni juda ham ko'nglidan joy oladigan narsalar bo'ladi. Qani ketdik. o'ng tomonimizda tuzlamali hamda chap tomonimizda ham tuzlamali. Bu bilasizlar ovqatlarga qo'shib yeyilsa juda ham mazali bo'ladi.
navbatdagi lokatsiya bu o'sha mashhur Chorsuvdagi ovqat bozori. Hozir turistlarga ham juda ham yoqimli bo'lgan eng mazali xonani tatib ko'ramiz. Endi Dodaxonim O'zbekistonda mana Toshkentda kelinglar, hammalarni kutaman serdichka bilan. Hozir biz ziravorlarning qatoriga keldik. Hamda bu yerda ko'rishingiz mumkin, juda ham turli xil ziravorlar bor. Hamda meni e'tiborim tortgan narsa mana shu tosh bo'ldi. Xo'p, bu toshni eshitganman, homiladorlar asosan yeyishadi deb. Hozir bu haqida to'liqroq ma'lumotni o'zimizning akamiz aytib beradi. Bu toshni aynan yosh bolalar ham yeydi, kalsiy yetishmaydiganlar ham yeydi. Bu keyin homilador ayollar ko'pchilik yeydi. Demak, bu kalsiy yetishmovchiligi odamlarga kerak bo'ladi. Buning nomi Gulvata. bu toshning nomi gulvata deb nomlanar ekan. Buni kalsiysi kam odamlar yesa, ularga ancha foydali bo'lar ekan. Qarang, buni ikki xil narsasi, ikki xil turi bor. Gulvatani bir xil turi bu chetdan keladigan, eng hozir anaqa bo'lgan. Rivojlangan. Rekka chiqqan narsa. Bu bo'lsa O'zbekistonning o'zining gulvatasi ekan. Keyingi taomimiz delikatesga boy bo'lgan milliy taom xasib hisoblanadi. Hozir sizlar bilan birgalikda tatib ko'ramiz. Ta'mi juda ham mazali. Haqiqiy anaqa kolbasani ta'mi kelyapti, to'g'risi. Yaxshi. Buni vilkada emas, aksincha qo'l bilan yesa juda ham mazaliroq tuyuladi. Ta'mi juda ham zo'r. Bozorning ikkinchi qavatiga chiqqanimizda shunaqa mazali chaqchuqlar qatoriga ko'zimiz tushadi. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda juda ham ko'p turistlar hozir o'zligiga chaqchuq mahsulotlarini tanlab olishyapti. Chaqchuq qatoriga kelganda hammani bosh qotib qoladi. Qaysi birini olsam-mikin deb chiroyliligini ko'rsanglar bo'ladi, mazasini ko'rsanglar bo'ladi. Hammasini yeb ko'rib, tatib ko'rib, keyin hammasidan xohlaganicha xarid qilsanglar bo'ladi. Agar boshingiz qotayotgan bo'lsa yoki sovg'aga olmoqchi bo'lsanglar, bularda hozir mana shunaqa chiroyli qilib tayyorlanib qo'ygan naborligi ham bor. Bemalol sotib olsanglar bo'ladi. Калапача готовится по многолетним традициям и имеет значительный вкус в каждой семейной кухне. Chorsu bozorining eng shirin joyi bu qurt rastasi. Hozir qurt rastasidamiz. Bu yerda 35 xildan ortiq qurt turlari bor ekan. Hozir ko'rsanglar bo'ladi, bu yerda Qashqadaryoning qurti, Jizzax, Zomin qurtlari hamda o'zlari Toshkentning qurtlari. Bularning turi juda ham ko'p. Katta to'g'risi ozgincha ma'lumot berib o'taman. Qurtni asosan Samarqanddan, Jizzaxdan, Qashqadaryodan, asosan chorva bilan shug'ullanadigan regionlardan chiqadi. Toshkentda misol uchun aholisi zich joylashgan mintaqalarda chiqmaydi. Bu O'rta Osiyoda asosan shu O'rta Osiyodagilar shunaqa yeyishadi. Boshqa davlatdagilar bilishmaydi. Misol uchun mana bunaqalari bor. Bu suzmasi qaynatilgan varianti. Mana bular bor, Zomindagi, Jizzaxdagi. Bular Qashqadaryoniki. Keyin rayhonlilari, kapchonlisi, achchiqurtlar, mana bunaqa naborlar misol uchun. Assortimentlar 35 xildan oshiq bor. Shashlik. Bu taom turli davlatlarda turli xil tayyorlanadi. Lekin hozir biz yeb ko'radigan shashligimizni mana degan gurmanni ham tilini titratib qo'yadigan shashlik bo'ladi. Qani bu jaz shashlik bo'ladi. Buni erkaklar juda ham yaxshi ko'rishadi. Toshkentga keladigan turistlarimizga ham aynan mana bu shashlikni yeb ko'rishligini maslahat beraman. Bu shashlikni yemabsiz, Chorsuvga kelmabsiz. Yog'larning oqishini ko'rasizmi?
First of all, we are coming from Dubai, United Arab Emirates. We choose Uzbekistan because of the good reputation we heard about. And when we come here, we were surprised with the country, how clean is it, the people are so friendly, the places and the security. Security is really fine. We were walking 11, 12 evening, no one. It was very peaceful and we like the food. To be honest, the food is very nice. The tourist places are very nice as well. This is in general, we liked it so much. And we will recommend for our friends to visit again Uzbekistan. Welcome to Uzbekistan. Please feel free to visit. It's a very nice country and don't hesitate at all. Keyingi lokatsiyamiz Samarqand darvoza. Bu eng eski darvozalardan biri bo'lib, eski shaharga kirishda muhim joy hisoblangan. Hozir biz Xalqlar do'stligi san'at saroyi yoniga yaqinlashib kelmoqdamiz. Bu yerda turli xil konsert dasturlari o'tkazib boriladi. Hamda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan jihati, o'rtada Shomahmudovlar oilasiga tegishli bo'lgan monument joylashgan. Keyingi manzilimiz Mustaqillik maydoni. Bu maydon mamlakatning mustaqilligini nishonlash uchun barpo etilgan maydon hisoblanadi. 1991-yilda O'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng 1992-yilda barpo etilgan. Hozir biz Alisher Navoiy nomidagi katta akademik teatr oldida o'tib ketmoqmiz. Bu yerda spektakllarni juda ham ko'pini sahnalashtirishadi. Toshkent City bog'iga kelganingizda sizlarni ikkita eng zo'r mehmonxonalar kutib oladi. Bulardan bittasi Holiday Inn mehmonxonasi, ikkinchisi bo'lsa orqamda turgan Hilton mehmonxonasi. Bu mehmonxonalarga teng keladigan mehmonxona hali Toshkentda topilmagan.